siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Rasulullohning va payg'ambarning orasida nima farq bor? Rasululloh degani Allohdan vahiy, yangilik keldi. Qur'on, oyat va sura oldingi kitob sohiblariga ham aynan shunday kelgan. Payg'ambar esa bu oldingi yozilgan, bitilgan kitoblardangina odamlarga eslatish va amal qilishga chaqirgan odamdir. Lekin payg'ambarga yangilik kelmaydi. Rasululloh esa payg'ambar bo'la oladi. Payg'ambar esa Rasululloh bo'la olmaydi. Daraja bo'yicha Rasululloh payg'ambarlik darajasi bilan baland. Sevimli esa oxirgi Rasululloh payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lgan.